Apa shumidi? Da, men bilan gaplashdik. Qanaqa telefon sotgan chaqirdingiz? 17 Pro Max. 17 Pro Maxmi? Da. Ikkalasi ham o'znikimi? Конечно, birovnikini ushlab chiqmayman-ku. Ikkita ekan-ku, birinchisi ikkinchisi ham deyman-a. Da, shunaqa. Birdagi ikkini bilmaydi, ikkidagi birni bilmaydi. Конечно. Undan ham ko'pdir balki. Yo'q-a. Hamma narsa ikkita sizda. Ko'p bo'lishi ham mumkin. O'zingiz rasmdagi bu? Конечно. Mana Photoshop bilan ham o'rgan ekansiz. Shuman. Photoshop bilan o'rgan ekansiz. Men bilan nima ishim bor? Telefon. Kodi nechi? 69 Asabiylashmi? Ne unaqa allambalo kod qilib qo'ygansiz? Просто nomerim bilan bir xil qilganman-da. Nomeringiz ham 69 Da. Qarang, stiklingiz ham 169 ekan. 69 yoqar ekan-da, nima? Yo'q. Necha pul so'raysiz bunga? 1800. 1800? Da. Korobkasi bormi? Da, hamma narsasi bor. 1800 ga o'zingiz bilan bo'lsa olib ketaman mayli. Nima deding? O'zingiz narxingiz bilan 1800? Telefon narximi hozir? Normalniy gapirib, nima deyapsan? 1800 va O'zingiz narxingiz nimadirlar deb tashlab. Real narx aytyapsiz, asabiylashmi? Sani narxing 1800 bo'lishi mumkin. Men narxim-ku. Telefonni narxlar ko'p gapiryapsan. Buni necha pul qilib berasiz? Kelishtirib ayting. Senga уже sotdim ham kelmay qoldi, bor, gaplaring yoqmayapti. Men olganiga men olib ketishim kerak. 1,5 mingga ola qolgan, tezroq ketgan, mana yonimdan. 1,5 mingga? Da. 1,5 mingga qo'lingizdagini olib ketaman, bo'ladimi? Ikkita 17, 1,5 mingga. Ikkita 17, 1,5 mingga olib ketaman, bo'ladimi? Qayerda bor ekan? Shu yerda bor ekan. Bo'p, qarang, qancha berasiz? 1250 berasizmi? 1250? Ha, 1250 ga berasizmi? Ancha pastdan kelyapsan. Tepasidan kelmayman, cho'tki narxi berolmayman. Yo'q, nimasi cho'tki 1250, 17 Pro Max ga cho'tki narxi. Bo'p, qancha berasizman? Dangal ayting. Dangal gaplashing. O'z qiz bolalar bilan ishlab qiyin bo'ladi. 1400 ga? Da. Berasizmi 1400 ga? Da. Bo'ldi, men tekshirib olaman, pulni sanab beraman. Rozimisiz? Bo'ldi, pulni saning. Bo'ldi.